O'rtoqlar, haydovchilar uchun 3 ta bomba yangilik bor. Shaxsan men uchun uchalasi ham yaxshi yangilik. Siz qanday baho berasiz? Eshitib bo'lib, keyin izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Birinchisi moped va skuter haydovchilari uchun bo'ladi. Hukumat jamoatchilikning keskin tanqidlaridan keyin ularning taklifini qabul qildi. Ya'ni 2026-yil 1-yanvardan boshlab moped va skuterlar uchun A1 degan kichik boshqa alohida kategoriyali haydovchilik guvohnomasi joriy qilinadi. Ya'ni bu A emas, mototsikl emas, A1 ni olish mototsiklni olishdan, A ni olishdan ancha oson bo'ladi. Masalan, birinchi osonlik, umuman avtomaktablarda o'qish shart emas A1 olish uchun. Ya'ni moped va skuter haydovchilar haydashni xohlaydiganlar, guvohnoma olmoqchi bo'lganlar endilikda avtomaktablarda o'qishi shart emas. To'g'ridan-to'g'ri borib imtihon topshiraveradi. Imtihonlari ham oson bo'ladi. Masalan, hozirda boshqa toifalar uchun 20 ta nazariy savoldan 18 tasiga to'g'ri javob bersa o'tgan hisoblanadi. Moped va skuterlar uchun A1 uchun 16 ta to'g'ri javob yetarli deb hisoblanadi. Bundan tashqari, endilikda kimdadir agarda shundoq ham A, B, C, D toifali haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, ular A1 olishi shart emas. Ya'ni shunda o'tirib moped va skuter haydab ketaveradi. Albatta bularning barchasi moped va skuter orqali tirikchilik qilayotgan yurtdoshlarimizga zo'r yangilik bo'ladi deb o'ylayman. Ikkinchi yangiligimiz bu A va B toifaga o'qish bo'yicha, ya'ni endilikda A va B toifaga haydovchilik guvohnomasi olish uchun siz avtomaktablarda nazariy qismni o'qishingiz shart emas, bekor bo'ldi bu. Xohlang uyda o'qing, xohlang YouTube dan ko'ring, xohlang birorta mobil telefon ilovadan o'rganing, farqi yo'q. Sizdan hech kim nazariy bilimlarni o'rganganmisan, 180 soat o'tdingmi deb so'ramaydi. Faqatgina bitta narsa majburiy bo'lyapti, bu 20 soatlik amaliy mashg'ulotni o'tish avtomaktablarda. Va bundan tashqari yana zo'r joyi bor. Avval agar bilsanglar, hozir toki guruh to'lmagungacha darslarni boshlashmaydi va har bir guruhni GAIdan borib ro'yxatga o'tkazib keladi. Mana shu ham yo'qolyapti. Endi har bir guruhni GAIdan borib ro'yxatga o'tkazish, guruh to'lishini kutish ham shart emas. Masalan, siz bugun bordingiz, amaliy mashg'ulotni boshlamoqchisiz, bugundan darslarni boshlayverasiz va 20 soat darsni, amaliy darsni agarda tez o'zlashtirsangiz va o'zi yoki sizda shundoq ham tajriba bo'lsa haydash uchun, siz imtihonga 1-2 kunda ana boring uzog'i bilan 1 haftada bemalol imtihonga kirib ketaverasiz. Oldingidek 4-5 oy o'qib falon million pul yo'qotish shart emas. Bu ham yaxshi yangilik. Ushbu o'zgarish 2026-yil 1-fevraldan kuchga kiradi. Uchinchi yangilik bu 2026-yil 1-apreldan kuchga kiradigani, ya'ni endilikda jarima ballari bor edi-ku. Faqat GAI to'xtatsagina yozilar edi. Ana endi 2026-yil 1-apreldan boshlab foto, video fiksatsiya orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun ham jarima ballari yoziladi. Ana endi istaganimcha pulini to'layman, xohlaganimcha qoidani buzsam bo'ladi degan tushuncha o'z-o'zidan yo'qoladi, xudo xolasa, va tartibga keladi degan umiddaman yo'llarimiz. Bunda bitta joyi bor. Kimga yozadi jarimani degan savol doim ochiq qolardi. Ya'ni bu taklifni ko'p berilgan, jamoatchilik ham ko'p so'ragan, foto, video ham jarima ballari yozsin degan. Chunki GAIning o'zida korrupsiya bo'lishi mumkin edi, juda ham yuqori korrupsiya xavfi bor edi. Bitta joyi bor. Masalan, ijaraga olganlar deylik. Agarda siz mashinangizni ijaraga bergan bo'lsangiz kimgadir, siz jarima balli degan o'sha tizim orqali kirasizda, men mashinamni falonchiga ijaraga berganman deysiz va uni kiritib qo'yasiz. Bo'ldi, jarima ballari mashina egasiga emas, o'sha haydab yurgan haydovchiga yoziladi. Mana shu 3 ta xabar. Marhamat, fikringizni yozib qoldiring va eng asosiysi haydovchilarga yuborib qo'ying ushbu videoni.